Xo'p, bugun navbatdagi onlayn darsimizni boshladik. Ya'ni oddiy va murakkab moddalarning tasniflanishi. Oddiy modda o'zi nima? Oddiy modda butun tarkibi jihatidan bir xil moddadan iborat moddalarga oddiy moddalar deyiladi. Murakkab moddalar bo'ladigan bo'lsa, tarkibi jihatidan har xil elementlardan iborat moddalarga murakkab moddalar deyiladi. Masalan, ko'rinib turibdiki, oddiy modda deyilganida bir xil element atomidan tashkil topgan moddalar, ya'ni kislorod molekulasi, azot va undan tashqari vodorod va ftor molekulalarni ko'rib turibmizki, hammasi oddiy moddalar. Endi murakkab moddalarimiz esa bu jarayonda bir necha xil element atomlari yoki ikki xil element atomdan tashkil topgan bo'lsa ham, demak murakkab moddalar deyiladi. Bularga masalan kalsiy karbonat tuzi, natriy gidroksid demak ishqori va natriy xlorid tuzlarini misol qilib keltirishimiz mumkin hisoblanadi. Va undan tashqari bugun mavzuyimizda demak agregat holat tushunchasi ham bor. Agregat holat o'zi nima? Agregat holatlar o'zi demak biz biladiganimiz demak 3 xil agregat holat bor hisoblanadi. Demak qattiq, suyuq va gaz holatdagi agregat holatlar. Va undan tashqari biz bilishimiz kerak bo'lgan plazma agregat holati, lekin biz buni moddalar ko'rinishida ishlatmaganligimiz hisobiga demak shu 3 xil agregat holat bilan asosan tanishib o'tamiz. Demak qattiq agregat holatimiz, suyuq va gaz agregat holatlarimiz bir-biriga doimo almashib turganligi uchun ulardagi bo'ladigan jarayonlarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi suyuq agregat holatdan qattiq agregat holatga o'tish jarayonida bizda aytiladi, ko'pincha biz bilamiz, ya'ni suyuq holatdan qattiq holatga o'tish qotish jarayoni deb ataladi. Teskarisi qattiq holatdan suyuq holatga o'tish esa erish jarayoni deb tushuniladi. Va endi qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri suyuqlanmasdan gaz holatga o'tish jarayoni esa bizda sublimatsiya deyiladi. Va xuddi shu jarayonni gaz holatdan suyuqlanmasdan qattiq holatga o'tish jarayoni esa bizda depozitsiya jarayoni deb ataladi. Xo'p, suyuq holatdan gaz holatga o'tish biz bilamizki, qaynash jarayoni yoki bo'lmasa bug'lanish deb ataladi. Xuddi shu jarayonimiz demak teskarisiga boradigan bo'lsa, ya'ni gaz agregat holatidan suyuq agregat holatga o'tish jarayoni kondensatlanish jarayoni deb tushuniladi. Demak, bu mavzularimizni sizlar bilan demak test ishlash jarayonida batafsil to'xtalib o'tamiz. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimizda yana bizda xo'p, kimyoviy va fizik hodisalar. Ya'ni o'zi hodisa nima edi? Hodisa bu moddalar, demak, jarayonlar tushuniladi. Ya'ni hodisamiz bizda kimyoviy va fizik hodisalarga ajratiladi. Xo'p, kimyoviy hodisa asosan qanday olib boriladi? Xo'p, kimyoviy hodisada asosan tarkibi o'zgarishi bilan boradigan jarayonlar va undan tashqari yangi moddalar hosil bo'lish jarayoniga bizda kimyoviy hodisa deyiladi. Va fizikaviy hodisamiz bo'ladigan bo'lsa, bizda fizikaviy hodisamizda tarkibi o'zgarmasligi bilan boradi va undan tashqari yangi modda hosil bo'lmaydi, faqatgina o'sha moddani o'zi agregat holatlar o'zgarishi bilan borishi mumkin. Ya'ni bunda agregat holati o'zgarishi bilan boradigan jarayonlar hammasi demak fizikaviy hodisalarga misol bo'ladi. Masalan, eng oddiy fizikaviy hodisaga misolimiz demak shamni erish jarayonlarini ham kuzatishimiz mumkin. Kimyoviy hodisamiz, ya'ni tarkibi o'zgarishi bilan boradigan jarayonlarimizga esa masalan tort pishirishni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni bunda tarkibi boshqa moddalardan iborat bo'lganligini hisobga olgan holatda. Xo'p, masalan bitta misol ko'radigan bo'lsak, xo'p, demak savolimizda berilyapti bizga kimyoviy hodisalarga kiradigan jarayonni aniqlang deb. Demak, asosiy topadigan qismimiz kimyoviy hodisalarga kiradigan jarayon. Ya'ni bunda ko'rib o'tamiz hammasini. Birinchisi yodning sublimatsiyasi. Ya'ni bu yerda sublimatsiya jarayoni agregat holati o'zgarishi bilan boradi, moddani tarkibi o'zgarmaydi. Shuning uchun bizda demak kimyoviy hodisaga misol bo'lmaydi. Xo'p, B javobimizda bizda temirning magnitga tortilishi. Bu jarayonda ham hech qanaqangi tarkib o'zgarishi bilan bormaydi, faqatgina demak magnitga tortilish jarayoni kuzatiladi. Shuning uchun B javobimiz xato bo'ladi. Xo'p, C javobimizda demak uzum sharbatining bijg'ishi, ya'ni bijg'ish, achish jarayonlarining hammasi bizda kimyoviy hodisaga demak misol bo'lganligi uchun demak C javobimizni to'g'ri deb olamiz. Xo'p, D javobimizni ko'radigan bo'lsak, bizda suvning muzlashi. Ya'ni o'sha agregat holatlarning o'zgarish demak reaksiyalarning hammasi bizda fizikaviy hodisaga misol bo'lganligi uchun D javobimiz ham xato. 100% javob, demak bizda C javobini olishimiz mumkin hisoblanadi.